Marjon bizada o'zi ekosistema bo'lishi kerak bo'lgan proyekt. O'zi retailda foydalimi yo просто brend imij bo'yicha yaxshiroqmi? Ko'pchilik zakaz qilmaydi. Asamoyeda, Yandexda Teskariga effekt beradigan kontent. brending yo'qdi. 20-25 mingtacha kontakt bir kunda. Yaponiyaning tovarini olishganda ular. Imkon bo'lsa o'zimizni mahsulotni olishga harakat qilaman. Noldan biznes quradiganlar uchun masalan nima qilsa Balkim bo'ladi? shu marjon keysida balkim boshqa anuda bir Qanchalik yangi nish bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa kichkina summa bilan boshlashlik mumkin. Garantirованно haligi pul tutgan odam pul topyapti-da. IPO'siz ham shu aksiyani shunaqa sotish mumkin-da. Bill Gates McDonald'sda 100-mi, nechinchidir ochirda turibdi. Endi oddiy kimda sodda anaqada turibdi. Bir necha jetlari, yaxtalari bor va hokazo orollari borlari bor yoki ijarada yashaydiganlari ham bor. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun Apkaz dasturimizni ikkinchi sonini syomkaga olmoqchimiz. Xudo xohlasa mana ko'rib turasizlar. O'zingizlarga qiziqqan savollarni bemalol biz yechimini berishga harakat qilamiz. Studiyada Fazliyev Farid va Eshtemirov. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar. Bugungi masala, xudo xohlasa, bugungi podkastimiz biznes bo'yicha Marjon brendi asoschisi Zarqand va Marjon brendi asoschisi Furqat aka bo'ladilar. Furqat aka. Endi ozroq. Va alaykum assalom. Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Ozgina tuzatish o'tmoqchiman. Zarqand brendi asoschisi emasman, lekin Zarqandda uzoq yillar ishlaganman, CEO bo'lib, ya'ni shu general direktor ishlaganman. Asoschisi boshqa odam, yaqin do'stimiz. Marjon brendi asoschisi man. Marjonni o'sha Zarqanddan keyingi katta proyektimiz, xudo xohlasa ishlab turgan joyimiz. Zarqandda ishlab turgan paytda parallel boshlaganmiz, lekin hozirgi paytda Zarqandda faoliyat ko'rsatmayapman, faqat Marjonda ishlab kelyapmiz. Demak, boshlayveramiz. Boshlayveramiz. Конечно, endi supermarketlarda ko'raman, mana Zarqand, haligi shirinliklar. Endi o'zim ham bolalarimga olib beraman-da. Endi ishdan chiqaman, masalan, ishdan chiqqandan keyin обязательно hamma ham ishdan chiqqandan keyin уже shirinlik olishga harakat qiladi. Keyin Zarqandni olamiz, Bruni olamiz-da. Обязательно Bruni deydi, Bruni olib keling. Bruni shu Zarqand xaridimi o'zi yo boshqa? Yo'q, u boshqa bo'lishi kerak. Bruni Kremberri brendi O'zbekistondagi juda mashhur muvaffaqiyatli proyektlardan biri. Kremberri o'zi eng katta yaxshi chiqqan proyekti bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bruni har bitta kichkina do'konlarda ham bor. Hozir aytganingiz o'sha ishdan qaytgandan keyin bolalarga shirinlik olish kerak dedingiz-ku, o'sha o'zi qandolatchilarni eng anaqasi bozor o'rganganda hammasini qiladigan xulosasi, umuman qandolatchilarni ichidagi o'sha xaridor o'rganganda oladigan javoblari shu ko'pchilikdan. Ko'pchilik shu uyga qaytayotganda, ishdan qaytayotganda oilaga shirinlik olishadi. Обязательно oladi. Yo, pampers, shirinlik, non уже ketdi-da u yog'i kamida. Oila boshliqlari sifatida bor uyga qaytayotgandan bolalarni xursand qilish uchun zakaz bo'lmasa ham mana nima oladigan anaqa ayiqcha barning ham olamiz, orada qo'shilib qoladi. Bolalarni xursand qilish uchun olishadi. Biz ham shu narsani inobatga olgan holda ishlardik doim o'sha do'konlarda ayni o'zi yanglishmasam Korzinkada ham bordi, anaqa Zarqand brendi. Korzinkada ham ko'rdim, orada oldim, lekin doimiy olaman-da Zarqandga, lekin anaqasi yaxshi. O'zi retailda foydalimi yo просто brend imij bo'yicha yaxshiroqmi? Chunki ko'pincha o'zi polkalarga to'lashadi, raqobat katta-ku o'tdi. Yo faqat o'sha awareness uchun kerakmi? Yo'q, unaqa emas. Bu aynan ob'yom savdo uchun kerak. Bir paytlar bo'lardi. Korzinka endi juda bir mashhurlikka endi chiqayotgan bir paytda hali ob'yomlari katta bo'lmasdi. Hozir ob'yomlar katta. Toshkentda jami o'sha FMCG bozorini bilmayman, bir 30% gacha balkim retailda bo'lsa kerak. O'zbekiston uchun undan kamroqdir. Toshkentda menimcha 50 dan oshib ketishdi, adashmasam. Chunki menda oxirgi ma'lumotlar balkim Korzinka o'zi emasda, lekin men shu eshitganim retail biznesda, imенно retail bozordan ulushidan ko'ra уже 50-50 deb aytadi. Qaysidir определенный produktlarda bo'lishi mumkin, lekin 50% juda katta do'la, chunki Toshkentda bir 5000 tacha do'kon bor. Korzinka bir 200 tacha chiqmaydi. Hammasi qolgan do'konlarni ham qo'shganda baribir shu 400-500 tacha do'kon bo'lishi mumkin, lekin shu kichkina
oddiy traditsion magazinlarning 10% edi. balkim. Lekin davlat jihatdan da katta. Lekin bozorlik ancha ta'sir qildi. Bozorlik ancha ta'sir qildi. Ha, o'sha paytlarda Korzinka mashhur bo'layotgan paytlarda men bilardim, o'sha eshitganmiz, Korzinka menejerlardan ham, bir xil biznes egalaridan ham o'sha mahsulotim Korzinkada tursa bo'ldi, foyda keltirmasa ham bo'ldi. Bizani xalq tanisin, shu mahsuloti Korzinkada bor ekan degan nom uchun oldin bo'lardi, imij uchun. Lekin hozir juda katta ob'yom beradigan, juda katta soha. Bundan faqatgina ob'yom prokachat qilish kerak, ob'yom olish kerak. Baribir kelajak bu o'sha siz 30, men 30 dedim, siz 50 dedingiz, lekin 50 ham o'zida nezagaram edi, ozgina qoldi. Rossiyaning bozorida retaillarning dolyasi 70%. 70 dan kam emasdi. Ularda adashmasam o'sha Yevropalarda ham boshqada ham misol Chorsudagi va turistlar keladigan, o'sha atrofdagilar oladigan. Endi Chorsuda katta endi men turistlar kelish uchun aytaman, shunaqa bo'lib qolar ekanda, ko'pincha bozorlar prosta borib o'sha atrofdagi yokida turistlar boradigan joydagi. Bizda shunaqa bo'ladi menimcha, yo nima deysiz? Bizning traditsion bozorligi. Bozorlar butun dunyoda hamma joyda menimcha bor, saqlanib qolsa ham kerak qanchadir, lekin oldin o'sha bozor ulgurji sotish nuqtasi ham bo'lib hisoblanganda, atrofdan uzoq-uzoqlardan ham kelishgan, shu yerdan olib ketib o'zining joyiga borib sotishgan. Prosta o'sha status yo'qotgan. Distributsiya yo'ligidan bo'lganda bu. Da, distributsiya. Otang bozor, onang bozor, hamma ko'pchilik bozorga chopadi. Men o'zim ham olib keling, bu olib keling, bitta magazin topa olmasangiz, mana shuncha pul ketar ekan deymizda, bozorga boramiz. Bitta общий bozorlik qilib qo'yamizda, keyin mayda-chudasini boyagi magazinlardan, do'konlardan olamiz. Lekin men o'zim ham bizda O'rizor do'kon bor edi. Choy sotamiz oila yonida. Lekin ko'pincha yoshi kattalar o'zida, ko'pincha. Yoshlar o'zi ularni anisi boshqa, ya'ni. Traditsionlikdan faqat yoshi kattaligi farqi yo'q. Real ularni chunki bolalikdan o'rgangan, ko'p vaqtini sarflashga qanaqadir tayyorda. Hozir yoshlar xuddi shunaqa o'zi atrofda, men o'zimning atrofimga qarasam, yosh kattalar shu uzoqroq bo'lsa ham shu ro'zg'or qilishga Chorsuga yoki Farhod bozoriga mashinalar minib borib, o'sha bir haftalik, 10 kunlik yoki bir oylik bozorlarni qilib kelishadi. O'zi aytadi-ya, anoda ham oldin bozorlar entertainment vazifasini ham bajargan, chunki ko'p narsa bo'lmagan. Hozirgi mollardagi ham развлекательный, ham sotsialniy odamlar bilan gaplashib boshqalar sotadi. Hozir faqat sotadigan narsasi qoldi deganday. Lekin bizada mana onlayn bozor sistemasini yaxshi ishlab chiqariladigan bo'lsa, onlayn bozorda uyda o'tirib zakaz qilish mumkin. Unaqalar bor-ku, lekin ko'pchilik zakaz qilmaydi. Asano Yeda, Yandex-da o'zim masalan manaqasi bor, ismi nima? Menimcha sekinda. Bu infrastrukturaning rivojlanishiga bog'liqda. Endi oziq-ovqatda aynan nazarda tutayotgan bo'lsangiz, oziq-ovqatni saqlash sharoitlari sovuq holda saqlashlik deylik. Men o'zimda qarasangiz, oziq-ovqatdan boshqa narsa bor. Hamma narsa bor. Oziq-ovqat yo'q, chunki oziq-ovqatni mahsulot ishlab chiqaruvchidan yoki o'sha distribyutordan o'zim qabul qilib olib, o'sha kerakli sharoitlarda saqlab xaridorga yetkazib beradigan sepochka ularda hali yo'q, rivojlanmagan. Bu juda qiyin, qimmat narsa. O'shaning uchun oziq-ovqatni o'sha onlayn dastavka qilishlikda faqat o'sha pishgan ovqatni a nuqtadan olib b nuqtaga yetkazib berishlikda tez rivojlangan. Tez bo'ladi, yarim soatda. Oziq-ovqat mahsulotlari deylik, shokolad yoki boshqani saqlash qiyin bo'lgan narsalarni uzoq muddat saqlasa bo'ladi, skladga olib tushib qo'ysa bo'ladi, lekin buni olib yetkazib berishlik qiyin. Biz o'zimda sotganmiz, shirinliklar bor, lekin yozda ular ham aytishadi-yu, iloji bo'lsa shokoladli pozitsiyalarni bermaylar, chunki vazirlar juda ko'payib ketadi. To'g'ri. Saqlash muddati ham bor, tем более ekspluatatsiyasi yetib borishi. Keyin har doim ham shu kerakli anaqada siz xohlaganda ko'rinish yetib bormaydi-da. Shunaqa narsa bu. Buqadagi men aytmoqchi edim, hozir gap boshladingiz Zarqand masalasida. Nega sabab ketishi, balkim o'zingiz maqsadingiz ambitsiya uchunmi, yo nima sabab bo'ldi ketishga deyman-da. Ozgina shu orqaroqdan boshlasak, men Zarqandga 2011-yil kelganman. 2011-yilda Zarqandga kelishdan oldin o'zimning ikkita do'konlarim bo'lgan, har xil sohada kichik kiyim-kechakda do'kon, xo'jalik mollar sotadigan do'konlarim bo'lgan. Kichkina biznesim bo'lgan. Va menda ishlab chiqarishga qiziqish bo'lardi. Ishlab chiqarish qilaman, o'sha polifabrikatlar ishlab chiqarish biznesiga juda qiziqardim. Shuni qilaman degan, lekin qilsa bo'ladi, bozor bo'sh, bozorda ko'p narsa qilish mumkin degan fikrim bo'lgan. Lekin qanaqa qilish bilmasdim o'sha paytda. Ishlab chiqarishga juda qiziqardim. O'shanda Zarqanddan taklif tushib qolganda, bu taklif menga juda bir qiziq tuyulgan, ko'zimga samaralizatsiya xohishi kuchli bo'lgan.
o'shancha Zarqandga kelganman. O'sha endi juda ko'p tajriba orttirdik, alhamdulillah. Va shu salkam 13 yil ishladim. O'shandan keyin o'zimni shu qaysidir bir proyektimni qilishlik anaqasi xohishi baribir ustun keldi. Endi vaqt ancha o'tib qolgan bo'lsa ham, yoshim juda kichkina emas. Endi yoshroq paytimda boshlasam undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin taqdir bu. O'sha hali hech qachon kechmas. Shu o'zim dengilar bilan gaplashib yosh to'g'risida gap ketsa hali patamiz deb qo'yishadi. Shunaqa qilsak bo'ladigan ishlar hali juda ko'p oldinda, inshaalloh qilamiz. O'sha Marjon o'zim o'sha Zarqand ishlab yurgan paytimda o'sha yon atrofimda ko'rgan biznes qilish mumkin bo'lgan nisha bo'lganligi uchun shuni parallel boshlab shunga o'tib ketganman. O'zi Marjonda nima bilan shug'ullanadi? Endi tomoshabinlarga ham aniq to'liqroq ma'lumot. Endi bilamiz anaqa marketing, reklama rivojlangan, endi qanaqadir yangiligi ham bormi demoqchiman. Marjon bizada o'zi ekosistema bo'lishi kerak bo'lgan proyekt, xudo xolisa ekosistema qilish harakatidamiz. Bu birinchi produktimiz ishga tushgan hozir 1 yildan beri xizmat ko'rsatayotgan sohamiz bu reklama. Tashqi reklamada bizda o'sha traditsion kanallar bor, billboard, LED ekran, metro ostanovkalarda reklama, bular hammasi tashqi reklamani kanallari bo'lsa, Marjon o'shalarning qatoriga mobil reklama kanali bo'lib qo'shilgan. Ya'ni biz harakatlanuvchi reklamani taqdim qilamiz. Bu qayerda siz O'zbekistonda bir necha 100 minglab yuk mashinalari bor. Asosan biz yuk mashinalarga aniq qilganmiz, fokus qaratganmiz. Yengil mashinalar ham bor, albatta, ko'pgina. O'sha yuk mashinalarni ko'z oldingizga keltirsangiz, kuzovlari bo'sh. Kuzovlari katta bo'ladi, ko'zga ko'rinadi. Isuzu yo Gazelle ko'z oldiga keltirsangiz, katta kuzov, plashatka, lekin reklama uchun yaxshi maydon, ideal plashatka, lekin bo'sh. Hech kim foydalanmaydi. 90-95% mashinalar shunaqa bo'sh yuradi. Shularni bitta platformaga birlashtirsakda, o'sha platformaning egasi sifatida reklama beruvchi bilan, biznes bilan o'rtada turib, reklamada biz shuni yo'lga qo'ysak degan fikr bo'ldi va o'sha platformani Marjon platformasini yaratdik. Bizani mijozimiz haydovchining atrofida biznes bu. Haydovchiga biz qo'shimcha qiymat beryapmiz. Ya'ni haydovchining og'rig'i ko'p pul topolmaydi. Topadigan puli uni vaqtiga bog'langan, kuchiga bog'langan, ya'ni o'zi ishga chiqmasa pul kelmaydi. Vaqti yetmaydi, ko'p pul topsa ham, zakaz bo'lsa ham deylik 8 soat, 10 soat bir kunda haydaydi, keyin zakaz charchab qoladi. Yandexchilardan ham ko'pni olishadi. Haligi mana shuncha ishlaymiz, 200 ming, 300 ming nima bo'ladi? Yana kamiga Yandex anaqa komissiyasini yechib oladi. Yandexchilarga ham qanaqadir plyusi bo'lar ekan-da. Masalan, dastavshiklar ham bo'lsa, ko'pida reklamasi yo'q, masalan. O'zi shu rostdan ham og'riq borligini isboti o'zim atrofda ko'rib yurib shu bu gipoteza bo'lgan. Aslida og'riq bo'lsa kerak, shunaqa shunga biznes qilsak bo'ladi degan gipoteza bilan boshlaganmiz. Lekin og'riq borligini isboti shu Marjonni reklama qilganimiz, Marjonni ishga tushirganimizdan beri boshida ozgina reklama qilganmiz haydovchilar uchun. 20 kun bir oy reklama qilganmizda shunaqa platforma bor. Endi mashinangiz bilan bizani appdan ilovani skachat qilib olib, ro'yxatdan o'ting va sizga reklama beramiz, qo'shimcha daromad topasiz degan o'sha mesajdan keyin hozirgacha deylik har kuni 100 ta, 150 ta mashina o'zi organik yo'l bilan kelib ro'yxatdan o'tishyapti. Ba'zamiz o'sib boradi. 30 mingtacha mashinamiz bor. Respublika uchun 30 mingtacha mashinamiz bor. Endi patoga oldiga o'tsa, masalan, sizdan boshni bilar ekansiz-da, aytdingiz, 300 tacha bordi bu fadashda. Endi bilyapman. 300 tacha faraz qilaman. 30 mingtacha ba'zamizda bor. O'sha og'riq bor deganim, ostdan 30 mingtacha mashina menga reklama bo'lsa, menga qiziq beringlar deb ro'yxatdan o'tishgan, lekin hammasiga reklama bera olmadik hali. Reklama bilan yurganlar ham bir necha mingta mashinamiz yuribdi, lekin 30 mingtaga hali ancha bor. Endi buni 30 mingtani ko'paytirish ham mumkin. O'sha O'zbekistonda bir necha 100 mingta, ya'ni 250 mingtacha yuk mashinamiz bor. O'z statistika bo'yicha. Bularni deylik, teng yarmisiga reklama bersangiz ham 150 mingtacha, 100 mingtadan shu mashina bilan ishlashimiz mumkin. Qarang, mana shu hozir MVP paytida ham o'sha AP'lar bo'lganmi o'shanda hozir? Aytdingiz-ku, hozir boshidan biz prilojeniyega jalb qilganmiz organikka deb. Boshida o'zi AP yaratib olgansiz. Boshida biz o'sha platformani MVP deb ko'rganmiz, shu platformani o'sha ilovalar bilan da MVP'miz shunaqa qanaqa. MVP'ni o'zida oddiyroq bo'lardi, deyman-da, qanaqa botlardan, boshqalardan sizni sirazu anadan gap. Endi bu yerda bilasizmi, bu men o'ylagan narsa, Marjon bu shu gipoteza ishlaydimi, ishlaydi, lekin
biznes egalariga, reklama beruvchilarga biz nima bilan qiziq bo'lishimiz kerak deganda, bizda o'sha MVP kattaroq bo'lsagina qiziq bo'lardik. Ya'ni o'sha ilova bo'lsa, platforma bo'lsa, ularga beradigan raqamli отчетlarimiz qanchalik ko'p bo'lsa, analitika ular bizga shunchalik pul beradi. Chunki kichkina biznesga bu qimmatli qilishi mumkin. O'rta va kattaroq bizneslarga biz qiziqmiz. Ular biz bilan ishlashlik uchun biz undoq eshitib turib, o'zim ham qilsam bo'lar ekan-ku deydigan narsa bo'lishi kerak emas. Ha, to'g'ri. Sal qiyinchiligini tushunish kerak-ku odamlar ham. To'g'ri. Bot o'zini yarata olaman. Bot yoki qanaqadir ko'chadan e'lon berib yoki borib kim bilandir gaplashib, o'zim qilsam bo'ladigan narsa. Sizlar doim obxod yo'lini o'ylashadi-yu, masalan, tanasi deydi, to'xtaydi, mana qilib. Yordamchisi ketadi, bor bankdan gaplashib kelgan. O'shalar hammasini biz berayotgan o'sha qiymatni, biz berayotgan xizmat hammasini summirat qilib o'ylab ko'rganda yo'q, o'zim qilsam ancha qimmat tushib ketadi. O'zim qila olmas ekanman buni deydigan darajada bo'lish kerak. Bizning MVP o'shani tushunib qilganmiz. Yaxshi, endi faqat Toshkentdami yo umuman viloyatlar bo'yicha ham anaqa respublika hozirda bormi demoqchiman-da. Bizga shu reklama beruvchilar keladi, yaxshi tomonimiz o'sha falon joyda, falon shaharda menga kerak, shunaqa yangi filialimiz ochilyapti yoki o'sha yerga bozorga kirmoqchimiz, qilib bera olamiz bemalol. Ishlab ko'ramiz. Misol uchun mana bizlar ba'zi tadbirkorlar ham ko'radi. O'zi qanaqa usluga fiksirindimi yo qanaqadir vaqtiga qarab bo'lgani qanaqa o'zi misol uchun men aytaylik, men tadbirkor sifatida bir 10 tacha mana shunaqa yuk mashinalar bilan anaqa qilmoqchiman. Soniga oylik qanaqadir reklamasini deylik. Narx-navosini qanaqa qilish kerak? O'zi mashinalarning turiga qarab narxlar ozgina o'zgaradi, katta kichikligiga qarab, o'sha reklama plashadkaga katta kichikligiga qarab o'zgaradi. Bu yoq oyma-oy to'lov. Podpiska, o'sha subscription bizga shu qancha muddat etsangiz, balki shu to'lov kamroq chiqadi. Xudodan bir oyga buncha, bir yilligini to'lasangiz kamroq deganda, ya'ni uzoqroq muddatga tanlasangiz, hali arzonroq narx chiqazib beraveramiz. Oyma-oy to'lab ketaveradi. Hamma xarajatlar, hamma xizmatlar bizdan, o'zimiz qilamiz. Bizga shu oyma-oy to'lab ketaveradi. Endi приблизительно охват bitta mashinada deylik qanchagacha bo'ladi masalan, auditoriya? Bu biz o'lchaganmiz 20-25 mingtacha kontakt bir kunda. Вообще zo'r. Anaqa Instagramga reklama berishdan ham yaxshiroqdi. Chunki xil bozor Instagramda yaxshi demayman, lekanda o'zi bu mindsetga ta'sir qiladi. Mana ko'rib borasiz, внезапно reklama degan sezmaydi. Lekin shu brend haqida bizlarni beradigan qiymatimiz просто awareness emasda, bizda awarenessdan ko'ra kattaroq narsa beramiz. Awareness albatta po umolchani bo'ladi. Awarenessdan kattaroq narsa, ya'ni deylik shu birorta bir suv sotadigan kompaniya reklamasini qilyapmiz deylik, suv qanaqadir suv sotyapmiz deylik, Chortoq, Beeline, любой suvda o'shalarning reklamasini qiladigan bo'lsak, deylik 10 ta fura yoki 10 ta gazel yurgan bo'lsa, Isuzu yurgan bo'lsa, ko'rgan odam yaxshi tomoni, shularning savdosi yaxshi bo'pti. Shularni keysda hozir aytmoqchi edim, bu bittasida men ham to'g'risi biz auditoriya o'zi bir video qilmoqchi edik. Biz ham o'zimiz sohadaligimiz hech kim bo'lmaydi. Men marketingdaman, shunda bir razbor bo'ldi, men o'zim analitika qilganim, bittasiga so'rashgan edi konsaltingdagi. Men aytdimki, ular adashib YouTube video olishgan, endi kompaniya nomini aytmayman. Umuman to'g'ri kelmaydi sohasiga. Tipi o'zligicha logotip qo'ymoqchi. Umuman ham auditoriya noto'g'ri, naborot teskariga effekt beradigan kontentlar. Brending yo'qdi. Keyin men aytaman, undan ko'ra mana shunaqa anularga beringlar, domla. Birinchidan plus то, что o'zingizlar mahsulotinglar, как бы mana shunaqa o'yinsiz boshqa. И плюсы то, что как бы firminniy o'zi anu deb o'ylaydi, uni domla fura. И naborot sodinglar zo'r bo'layotgandek deb o'ylaydi. Ya'ni tuyuladi. Men anu Red Bullni muqoyasa etdim. Red Bulldan hamma tashlaydi ularni. Pustoy ularni tipi partizanskiy. Bizdan ham shunaqaroq, qiymatimiz shunaqa, ko'pchilik yaxshi tushunadi bu narsani, tushuntirib bersak, ha, shunaqa qabul qilishadi. Chunki oddiy xaridor ko'rganda bu o'sha kompaniyaga tegishli mashina deb o'ylaydi. Ya'ni assotsiatsiya shu kompaniya brend bilan bo'lgani, brend egasiga qimmat. Chunki buni o'zi tabiiy yo'l bilan boshqa kanaldan ancha qimmatga sotib oladi bu ishonchda. Xaridor shu brendga bo'lgan ishonchi bizda tezroq keladi. Gapirib gaplashib o'tdik, ekosistema bo'yicha keyingi planlar qanaqa? Misol uchun mana aytdingiz, hozir shu bilamiz, ko'pchilik biladi, narujniy reklama bor. Undan keyingi etap. Ya'ni onlayn formatga qanaqadir o'tish bormi? Yo'q, onlayn emas. Hozir bular ekosistema, ya'ni bu yana boshqa produktlar. Boshqa produktlar bor. Shu masalasi.
Da, inshaalloh shu harakatdamiz. Yaqinda zapus bo'lib qolishi kerak. O'sha bu aytganimdek, bizani mijozimiz haydovchi. Buyuk mashinasi haydovchisi bo'lsin, yengil mashinasi haydovchisi bo'lsin. O'sha endi zamonaviy hozir biznes modelda shunaqaki, ekosistema bo'lish shartligi, bitta mijozni yaxshi tanib olsangiz, o'sha mijozni atrofida 1, 2, 3, 4 va hokazo bizneslarni qurib ketaverasiz. Uchtasi zo'r ishlasa, uchtasi yaxshi ishlamasligi mumkin. Lekin bu uchtasi buni qoplab ketadi. Baribir o'shaning uchun biz ham hozir bitta produkt bo'lsa, buni 2-3 qilmoqchimiz. Endi rejadagi anaqalarimiz ko'p. Logistika, taksi va hokazo. Endi hozir aytishim mumkin bo'lganlari shular xudo xolsa yaqinda chiqib olish kerak. Zapus kutyapmiz. Razrabotkada chiqib qolsa, xudo xolsa bu ham 100% to'laqonli IT produktlar bo'ladi. O'sha qanaqadir boshqa narsalar bilan integratsiya qilishni o'ylaganmisiz? Albatta. Endi bu hozirgi kunda o'zi har qanaqa produktni ommalashishi ham shunga bog'liq. Любой to'lov anaqalar shu yuzlari bilan, to'lov applar bilan yoki boshqa brendlar bilan, boshqa xizmatlar bilan biz aytamiz, o'sha haydovchi bizdan mijoz bo'lsa, mijozga nima kerak? O'sha hammasini biz orqali ham olish mumkin bo'lgan va biz orqali olishi unga qiziq bo'ladigan, ya'ni unga foydali bo'ladigan anaqa atrofida ekosistema yaratmoqchimiz. Deylik, zapravkaga borib marjon orqali to'lov qilsa yoki marjon orqali oladigan, biz marjonni mijozi ularroq to'lasa, marjon karta loyalnisi bilan unga qiziqroq bo'lishi mumkin. Ya'ni ichki sistemani polностью yaratib bermoqsizda. Mashinasiga moy, zapchast yoki qanaqadir balon olmoqchi, ehtiyot qism olmoqchi, bular hammasi biz bilan olsa 5-10% atrofda skitka bilan, chegara bilan olinadigan bir ekosistema, hammasi o'sha prozrachniy ko'rsa bo'ladigan qilib qo'ymoqchimiz xolos. Qanaqadir mashinalardan tashqari oddiy odamlarga ham qanaqadir planlar bormi? Deylik, qanaqadir planlar. Deylik, kuryerlarimiz bor. Qanaqadir kuryerlar masalasini ham o'ylab ko'rmaganmisiz? Deylik. Bular ham anaqada bor planlar. Hozir o'sha aytishim mumkin bo'lgan degan logistika o'sha anaqalar bo'lsa, taksini aytgan bo'lsam, qolganlar ham Международный перевозкаga ham lekin yaxshi deb o'ylayman. Baribir boshqa davlatlarga ham mana Hozir reklamalar mana shu tashqi aniga ham qanchalik bu lokalniy biznesmi, o'zi globalniy chiqarsa bo'ladimi? Biz hozir shu kunlarda VC fondlar bilan hozir переговор qilyapmiz, gaplashamiz. O'zbekiston ichidagi, chet eldagilar bilan gaplashamiz. Yani birinchi raund qilib o'sha investitsiya jalb qilmoqchimiz. Maqsadimiz shu tez orada chet elga chiqish o'zi. Ya'ni xuddi mana shu hozir birinchi produkt o'zini olib qaraydigan bo'lsak ham, shu produktimizni ham analogi yaqin atrof qo'shnilarimizda yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Qo'shni davlatlarda, esing davlatlarda yo'q bunaqa produkt. Bemalol chet elga olib chiqishimiz mumkin. Qilsa bo'ladi deb o'ylayman. APO shunaqa platforma, shunaqa отчетность. O'zi narujniy reklamada eng og'riq reklama beruvchi agentliklar uchun og'riq bu reklama beruvchi raqam xohlaydi, hisobot xohlaydi, nimaga pul tikayotganini, nima olayotganini bilish kerak, o'sha xohlaydi. Narujniy reklamada shu o'lchash imkoniyati juda pastligi. Biz shuni maksimal shuni olib bermoqchimiz, qilmoqchimiz. Qanaqa o'lchaysizlar mana hozir? O'shani ham ozgina ortib o'ting, aniqlashga misol uchun. Hozir to'laqonli o'sha imkoniyatlarimiz ishga tushsa, ochilsa, xudo xolasa, bu har bir kilometrni o'sha selishga qilish imkoni, GPS tracking qilish va teplokarta, ya'ni qayerda ko'p ko'rsatilayotgani, keyingi manba logistika, taksi anaqalarimiz ishga tushgandan keyin bular hammasini qo'shgandan keyin qaysi yuk tashiyotgan mashinalar, qaysi deylik sohani yukini tashiyotgan mashinalar yoki o'sha reklama beruvchiga deylik bular reklama beruvchi bo'lsalar, bularda qurilish materiallari sotadigan brend. Menga reklama beryaptilar-da, 20 ta mashina so'rayaptilar. Men ularga 20 ta mashina berib, aynan keyin o'sha 20 ta mashinaga faqat qurilish mollarini tashishga zakaz ham olib berishimiz mumkin keyinchalik. Ya'ni faqat o'sha ko'proq o'sha axbat tushsiga ketaveradigan joylarda o'sha yurishimiz mumkin. Endi bizning sohamiz geotargetingda. To'g'ri to'g'ri, to'g'ri. Chunki misol uchun kimdir sohasiga qarab, lekin u odam yuradigan joyda potensial klienti bo'lmasa, to'g'ri. Har bitta sohada bor, dvijok, endi mashina bor, любой odam ham bitta ishga bormoqchi bo'lsa,
albatta endi men ko'proq foydalanaman. Masalan, Gruzovoy zakaz qildim. Endi o'zim qurilish sohasida ishlasam, deylik qurilish novostroyka bo'ladimi, uy bo'ladimi, yani ko'proq частный uylarni qilamiz. Modulniy uylar aslida hozir modaga kirdi, trendga kirdi. Endi masofadan turib endi aytamiz, bozorga borib o'tirmayman, hammasini kontakti bor. Yo Jomiga, yo anaqaga, Gvardiyskiy bozorga zakaz bordim, o'zi olib kelib beradi. Lekin pusto keladi mashinalar, haligi reklamasi yo'q demoqchiman-da, ularga ham qanaqadir imkoniyat bo'lar ekanda. Hozirgi dolzarb muammolardan Instagramda rasm oqmalar bo'lib ketdi. Xitoy mavzusi. Bu sohada ham kimdirlar bormi kirib ketgan, o'zi qanaqa ko'rasiz? Qanaqa bizdan tadbirkorlar nima deydi, защищаться qila oladi. Adaptatsiya Katta budjet bilan kelyapti. Baribir demping qilib ko'p sohalarni уже haqiqatan sezilish boshladi-da. Baribir. Endi ochig'i men juda unaqa katta xavf ko'rmayman. Bir xil narsada ozgina shu mubolag'a qilinadigan temalardan biri deb o'ylayman bu temani ham, chunki Xitoy qo'shni davlatlarning bozorlariga bizdan ancha oldinroq kirgan. Xitoyga o'sha savdo siyosatini ham qarasangiz, chet ellarda savdo nuqtalarini ochish, umuman biznes qilishi davlat tomonidan ham moliyalashtiriladi deyishadi. Men o'sha qonunchilikni yaxshi bilmayman, lekin shunaqa deyishadi. Rost bo'lsa bu prosta o'sha proteksionizm, o'zini ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash siyosatida. Bular bizga kelib bizda qaysidir bir sohalarda raqobat yaratayotgan bo'lishi mumkin. Aslida lekin bundan o'zi iste'molchi yutadi. Iste'molchi yutadi. Iste'molchi yutishligi va pirovard natijada o'zi davlatga foyda bo'lgan narsalarda, ya'ni kichkina bir qaysidir tadbirkorlar qatlamidan ko'ra iste'molchining manfaatlari kattaroq hisoblanadi baribir. Va keyin qaysidir sohada konkurensiya raqobat bo'lsa, balki bu shu raqobatda tezroq rivojlanish ham imkoniyati paydo bo'ladi. Va endi baribir bu sohada bo'lmasa boshqa sohalarda bartarafchilik qilish imkoniyatlari doim ko'p-ku. Endi shuncha tajribadan kelib chiqib aytaman, o'zim ham uyda shu bolalar bilan gaplashsam ham, atrofimizda bilan gaplashsam ham aytamanki, har doim bozor to'la bo'ldi, boshqa nima ham biznes qilish mumkin degan shunaqa bir anaqa fikrlar doim yangragan bo'lgan, lekin aholi ko'payar ekan, ko'payish davom etar ekan, bozor kengayib boraveradi. Aholini turmush darajasi yaxshilanib borar ekan, bozor konkurensiya ko'pdi. Mana Xitoy keldi, boshqa bo'ldi. Endi bular ham tadbirkorlar ham qanaqadir adaptatsiya qilish kerak, yangilik chiqarish kerak deb o'ylayman. Mana Xitoyda hamma narsa ham juda kuchli emas. Определённый kichkina bir qaysidir yo'nalishda kuchlidir. Bizga kelayotganda ham menimcha qaysidir sohalarda, deylik, kiyim-kechakchilarni ko'rdim kelayotganini. Ko'chirida ham shu har xil qurilish materiallari, qanaqadir bir ishlab chiqarish sohalarida, qaysidir sohalar, lekin mebel. Ularni lekin baribir o'sha o'zini ichki bozorida yoki boshqa joylarda ko'radigan bo'lsangiz, shu faqat o'sha sohalarning o'zida ham kuchsiz tomonlari bor. Deylik, distributsiya yo'q, hech qayerda qilmagan. Distributsiyada ular bilan hamkorlik qilish mumkindir. Ular asosini distributsiya qilish, ularda o'zini brendini chiqarib, o'zini brend bilan qilish mumkindir. Endi baribir imkoniyat eshiklari qanchadir vaqtdan keyin ko'rinadi. Bu qancha juda ko'p odam imkoniyat bo'lishi ham mumkin. Yaxshi tomon. Men keyin aytgan bo'lardim, masalan, Yaponiyada ham bo'lgan-ku. O'sha Yevropaliklar rivojlanib ketgan, Yaponiya, Xitoy ham yopmoqchi bo'lgan. Xitoyda adashmasam Guanchjou faqat shahari qolgan, Xitoy Yaponiya umuman to'liq yopilgan. Ochilgan paytda ham ular o'zini milliy mahsulot sifatsizroq bo'lsa ham Yaponiyaning tovarini olishganda, ular partiya kuchli, o'shaning hisobiga ular ushlab qola olgan deb o'ylayman. Lekin balkim o'ylayman, endi iste'molchilar o'zi hamma uni biladi-ku. Men agarda shu mashinasi qo'rqotgan bo'lsa, aholimiz menimcha ko'proq o'zimizning tovarlar qo'llab-quvvatlasa, milliy brendlarni qo'llab-quvvatlasa, endi bu milliy g'oya, tepadan tushiriladigan o'sha odamlarda vatanparvarlikni uyg'otadigan, kuchaytiradigan bir katta bir butun bir programma g'oya bo'lsa, shunaqa ishlash mumkin. Yordam beradi ham deb o'ylayman. Misol uchun men o'zim ham ko'chada imkon bo'lsa o'zimizning mahsulotni olishga harakat qilaman. Endi hamma ko'pchilik shunaqa fikrlashga o'tsa, ancha yordam beradi. Men o'zi o'sha hozir Marjonda o'zingiz ham operatsiyonga o'zingiz javob berasizmi? Hozircha shunaqa. O'zim CEOman Marjonda o'zim. O'tdi qanaqa misol uchun hozir men adashmasam, unda sizda полностью IT komanda bor. IT komanda bor. Keyin menimcha PR bo'lsa kerak, marketing otdeli bor. Yana nima?
sotuv bo'limi, sotuv bo'limi, keyin bizda loyihalar bo'limi deymiz. Loyihalar bo'limi bu o'zi bizda Marjonda ikkita eshik bor. Ya'ni ikkita bundoq tomonimiz bor. Birinchisi o'sha brend egalari, reklama beruvchilarga qaratilgan eshigimiz bo'lsa, ular sotuv bo'limi, marketing bular o'sha brend egalari bilan reklama beruvchilar muzokaralar qilinsa, bu yoq tomonda bizning klientlarimiz haydovchilar. Ular bilan ishlaydigan butun boshli call center bo'limimiz bor, ya'ni loyihalar bilan ishlaydigan bo'limimiz. Ular ham haydovchilarni bilan kontrakt qilish, ularga reklamani o'sha mashinaga yopishtirib berishlik, ularga hujjatlarni to'g'rilab berishlik, bu narsani, ya'ni bu ham katta protsess, bu bilan ishlaydigan butun boshli bo'limimiz bor. Tushunarli. Kommunikatsiya, masalan, mana shu klientlarni topishga qanaqa qilasiz? Qaysi kanallar bilan topasizlar deyman-da. Misol uchun, aytaylik, men Marjon hech endi balki men potensial auditoriya emasdirman, o'shanchadan chiqmaganman-da. Ko'rgan bo'lsangiz, Kunuzda ham anaqa chiqishdi-ku, anaqa mana. Yo'q, men shuni so'ramoqchiman. O'zi o'tgan yili boya boshida aytdim, o'tgan yili bir 20 kuncha bir reklama qilganmiz xolosda. O'shanda bizga o'sha bazamizga 30 mingtacha mashina kelib qo'shilgan. Shu paytda 20 mingtacha mashina kelib qo'shilgan edi. O'shandan beri mana hozir 30 mingtacha bo'ldi. Bu o'sha bazamizdagi mashinalarni o'ziga hali reklama topib bera olamiz. Abrobot qilishani ko'chadan qidirish. Yo'q, shu mashinalarni tushundim. Men aytayotgan tadbirkorlar, ya'ni siz bilan hamkorlik qilishga. Hamkorlik qilish uchun tadbirkorlarga target yoqamiz. Sizga balki nimaga chiqmagan target ishlatamiz. Networking, o'zimiz anaqalarimiz, o'sha milliard biznes klubida bormiz, o'ttiga. Sarfanni masalan. Shunaqa sarfanni ham kam, endi ba'zi sarfanni kam bor. Chunki yangi kanalimiz. Yangi kanalni o'zi garchi YouTube tomoni bo'lsa ham bitta kamchilik tomoniki, doim u kanal to'g'risida to'liq informatsiya berish kerak. Berganingizdan keyin ham ozgina qo'rquv bo'ladi. Ishlarmikan, to'g'ri bo'larmikan degan qo'rquv bo'ladi. Ich-ichida siqib tursa ham shu marketologlar, misol uchun baribir LPR oldida, o'sha anaqa rahbariyat oldida shu kanal bilan ishlaganni o'zini anaqasi natijasi bilan ko'rsatib berishga ozgina qo'rquv bo'ladi. Yangi kanal shunaqa bir aniq tomonlari bor, minus tomonlari bor, tushuntirib berishimiz kerak. Atak shu o'zimiz shu networking bilan, target bilan ishlaymiz. Keyin o'sha bor ishlab turgan klientlarimiz bilan albatta ishlashga, qayta-qayta ishlashga harakat qilamiz. Yaxshi tomoni juda uzun reklama. Uzun. Keyin o'sha ishlab turgan klientlarimiz juda ko'pi hamkorlikni davom ettirib kelishyapti. Ya'ni bu o'sha natija berganligi uchungina uzaytirib, ya'ni 6 oymi, yana 6 oy, yana 1 yil qilib 50 ta mashina edi, 100 ta qilaylik, 150 ta qilaylik qilib ko'paytirib kelishyapti. Men o'zim ham oldin sfera marketing agentligida CEO edimda. Keyin biz ham o'sha analiz qilganda biz endi ko'p emasdi, biz narojniy reklama bilan ishlash bor edi. Bu aslida biz digital marketing dedik. Reallik ko'ramiz, biz ham o'sha направленияsiga aniq o'tkazmoqchi edik. Sababi LTV juda baland. O'tdi, chunki haqiqatan o'tib bittasi bilan o'zi logo tuzgan bo'lsangiz, juda katta bir fail bo'lmasa, o'zgartirmaydi, ya'ni qanaqadir katta bo'lsa. Lekin imенно mana bunaqa outsource marketingda siz har oy rezultat ko'rsatishingiz kerak-da. O'ta ko'p faktorlar o'ynashi mumkin. Bizda bu yomon emas edi. LTV misol o'rtacha 1 yil, 1,5 yil edi, lekin baribir pastroq edi, ya'ni ancha pastroq menimcha anidan ko'ra. Katta bir nimadir o'zgarish bo'lmasa, narojniyda aytasiz qancha hozir LTV? Biz 6 oydan 12 oygacha. 6 oydan 12 oygacha. 1 yildan keyin o'ylab ko'rishadi strategiyasini. Endi o'zi kontraktimiz ko'pincha 6 oyga tuziladi. Endi bir xilda 2 oylik, 3 oylik kontraktlar ham bo'lib qoladi, lekin qaysidir bir reklamli kompaniyalar uchun qanaqadir. Undan oshuvlar bor, lekin bor. 12 oydan ko'p ishlab ko'rganlar ham bor. Lekin ko'proq o'rta biznes egalari uchun-da, anaqa o'rta yirik biznes egalari shunaqa. Kichik biznesga ozgina qimmatli qilishi mumkin, lekin va endi o'zi qimmatli qiladi ham demayman. Har bitta anaqada har bitta mashinada bo'lsa ham anaqa bo'ladi. Endi bizda bitta ikkita mashina o'zi unaqa qilmaymiz. 5 ta plus va 5 tadan ko'proq mashinalar qilamiz. Lekin baribir ular ham effekt bo'ladi. 25 mingtadan hisoblasa ham bir kunlik pakajingiz o'zi 5 ta mashinada u katta bo'lib ketadi. 100 mingtadan oshib ketadi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Siz bu sohani ustasiz baribir. O'zi tendensiya shunaqaki, digital juda katta bozor, digitalda hamma aktiv bo'lish shart bo'lib kelyapti va o'shaning natijasi o'laroq hozir solishtirsangiz bizda bitta lit taxminan $1 bo'lsa O'zbekistonda,
Amerikada $25 va bu o'sib ketaveradi. O'sib ketaveradi. Hozir bizda ham sentlar bo'lardi. Ha, ya'ni endi auksion tartibda ishlanadi. Bizda ham $1, $2 chiqadi, $2, $3 chiqadi va hokazo. Tashqi reklamaning aktualligi baribir o'sha anaqa qilib qo'voradi. Digital qimmatlashib ketaveradi. Tashqi reklama endi faqat mohiyat o'zgarishi mumkindir. Ko'proq awarenessga bo'lsa, endi prodaja uchun ham ko'proq olishni boshlashadi. Shirikan aytadi, yutgan hisoblab ko'rgan, agar undan ko'ra magazinlarga ham aytaman deydilar, ya'ni undan ko'ra $5 misol uchun uslon tushayotgan bo'lsa, undan ko'ra o'zing ber, jalb qil do'koningga, boshqaga degandek. Hatto ko'pchilik bilmaydi hamda o'zi. Bitta klientni necha pul tushayotganini ham ko'pchilik hisoblamaydi. Endi hozirda endi yangicha innovatsiyalar chiqib ketyapti. Искусственный intellekt ko'p anaqa bo'lyapti. Endi trendga chiqdi. Ya'ni endi zamon talab bo'lib qolyapti. Borgan sari ko'pchiligimiz masalan ChatGPT ga o'rganib qoldik. Keyin Xitoyga yangi yana DeepSeek degan programma chiqdi. U aytdiki, anaqa ChatGPT dan ham zo'r deb. Endi dальнейшем biznesga baribir bog'lanadigan joy bor deb o'ylaysizmi? Qanaqadir unga ham bog'liqli strategiyalarmi yo'q? Keyingi produktlarimizda baribir algoritmlarni hisoblashlikda ko'p narsa AI ga baribir bog'liq bo'lamiz. Usiz iloji yo'q qolamiz. Dinamikasi o'zgarib turishlari hisoblaganda AI siz iloji yo'q, AI qolamiz. Hozirgisida endi faqat o'sha chatbotlarda javob berishlarda, kommentariy javob berishlarda qo'llab ko'yamiz. Chatbotlar ham yaxshi bo'lib qoldi. Shuna anaqa yo'qligingizni o'zi anaqa avtootветчик Telegramga yoqib qo'yaman-da haligi. Ты мне написал deydi. Я не писал deyman. Это bot ответил тебе. Endi klientlar chiqib qolishadi. Anaqa lokatsiyani tashlab yuboradi. Это не я делал deyman. Chatbot просто настройкасini noto'g'ri qilib qo'yganman-da. Endi rostdan zo'r narsa bo'ldi. Zo'r narsa bo'ldi, haqiqatda. Udobniy anaqada, hattoki Instagramda ham, Telegramda, endi aholimiz Telegram bilan Instagramga o'rganib qoldi endi ko'proq. Telegramda reklamalar ham ancha aktuallashdi, lekin haqiqatdan ko'p. Hatto qurilish kompaniyalari ham qilish boshladi. Ya'ni cheki misol uchun o'ylab qilsangiz banan-ku degan narsa ham, lekin men Telegram haqiqatdan ko'p o'tirgani uchunmi ko'rishni boshladi. Telegram yetdi. Telegram yetdi ko'rish boshladi. Biz ham ishlatib ko'rdik, rostdan ham shunaqa effekti bor. Endi anaqada ham ko'rdim Telegramingizda. To'g'risi sizni topa olmadim. Ya'ni Instagramda. Keyin Telegramda strange-kizga kirdimda, shingil degan strange-sizga tushdim. Qarasam 70 ta подписчик. Keyin uni orqali Instagramga kirdim. Qarasam o'zingizni bloglaringiz bor, ko'rdim juda anaqa chiroyli, yaxshi. Anaqa qilaylik, xudo xolisa chiqazib anaqa qilamiz. Akkauntingiz bilan shingil adashmasam, unja publichniy bo'ldi, u kanal publichniy bo'ldi. Boshida zakrit degan. Qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, yozilinglar, sababi haqiqatdan foydali ma'lumotlar chiqadi. Lifehacklar, foydali. Marketing bo'yicha ham ko'p analiz bor ekan, men o'zim kuzatib anaqaman. Marketing men o'zim juda qiziqqan soham, marketing, savdo, mana o'shanaqa shuncha ishlaganimda albatta o'zim. Men o'z so'risi, aniq azga yetmadi. Endi hozir ham norim bo'lsa ham aytaman, o'zi qayerda o'qigansiz anida? Men oliy ma'lumotdan iqtisod bo'yicha. Iqtisod bo'yicha o'qiganman, Samarqandda o'qiganman. Lekin o'zi ko'proq qiziqishim aytgandek savdo bilan marketingga endi baribir CEO bo'lib ishlaganman shuncha yil. Iqtisodchi ma'lumotim juda qo'l kelgan. Endi iqtisod va finans va asosiysi-ku. Endi marketing faqat tajribada olganim shu, marketing bo'yicha. O'zi eng kuchli mexanizm marketing bo'lib qoldi. Masalan, ishlab chiqaruvchi bitta narsani ishlab chiqaryapti, masalan, g'isht ishlab chiqaradi yoki burchatgan farqi yo'q-da. Endi qurilish materiali bo'lsa ham marketingni bilmasa qolib ketaveradi. Shuning uchun mana mexanizmlar bor. Masalan, marjon mexanizmi, deylik, tadbirkorlarga endi bitta narsani ishlab chiqarib, endi bilmayapti, bozorga kirish kerak. Jalsa aniqsan. Arton degan anaqa gazoblokni ham ko'rdim, bannerlarga ilib tashlagandim. Hozirda endi sotuvi zo'r. Shu aeroport tarafda Newport degan proyekt, endi qurilish sohasiga bog'liq bo'lganimiz uchun borib turaman. Polni Arton olgan. Gazoblok ishlab chiqaradi. Просто gazoblok ishlab chiqaradi. Qarasa, hamma ham qila oladigan ish, aniq deylik, $10,000 vложение qildi, оборудованиесini olib keldi, ishlab chiqardi. Lekin ishlab chiqarayotgan tadbirkorlar bor, undan ham zo'r proshni qilyapti. Masalanda, endi anaqa demoqchi emasman, Arton masalan yomonlamoqchi emasman. Yangi innovatsiya qo'shdi, pokaylarni qo'shdi, proshni narsa material ishlab chiqdi. Lekin chiqmayapti. Shu narsada qanaqadir buni mexanizmi yordam beradi. Endi marketing bo'lmasa, biznes yuritish qiyin. Shuning uchun sizni masalan nima deb o'ylaysiz? Deylik, biznes sohasi masalan yangi kirib kelgan odamlar boshida nimadan boshlash kerak? Deylik, qanaqadir vложениесі bor. Deylik, menda
endiy summada или 10 mingmi 20 mingmi bor bitta sredniy biznes ochmoqchiman. Qanaqa mexanizmlarga tayyor turishim kerak? Birinchi ishlab chiqarishim kerakmi yo marketingga qanday qilishim kerak? Marjonga o'sha narsani anaqa men o'ylayveraman-da, masalan, birinchi ishlab chiqarish kerakmi yoki avval marketingni ko'rib olish kerak, strategiya tuzish kerakmi? O'sha savolda. Marjonga boshqa ko'p ketmagan deb o'ylayman o'sha gaplardan, chunki juda anu bilan chatchilikka kirgansizda. Mana o'zi gapirib bersangiz mana shu. Chunki baribir aytganingizdek, ko'pchiligi qiziq, anu millionlar boshqa gapirishadi, lekin imенно endi boshlamoqchi bo'lganligi, "Xo'p, menda pul bo'lmasa, boshqa qanaqa qilib o'zi boshlasham bo'ladi?" degan savol. Endi hozir ikkita savolni umumlashtirgan bo'lsak, bitta o'yincha. ketdi. Bir boshdan aytavering. bitta hozir marketing roli biznesda qanchalik degan savol bo'ldi. Birinchisi bundoq aqlitlaydigan bo'lsak, savolni bundoq jamlaydigan bo'lsak, sal oldinroq bir 30 yilcha, 25-30 yilcha oldinroq O'zbekiston bozorida ham, atrofdagi bozorlarimizda ham bozor bo'sh bo'lganda, o'sha bo'sh bo'lgan paytda marketingsiz ham mahsulot yaxshi sotish mumkin bo'lgan. Kim puli bo'lsa, qaysidir biznesda pul savdo qilsa farqi yo'q. Kiyim-kechak olib sotadimi, o'zi ishlab chiqaradimi, oziq-ovqat ishlab chiqaradimi farqi yo'q. Ishlab chiqarsangiz bo'ldi. Nima bo'lsa, nima biznes qilsangiz, olib sotasizmi, ishlab chiqarasiz farqi yo'q. Yuravergan yaxshi bo'lgan. Endi bozor to'lgandan keyin, endi bu bizada endi to'ldi bozor. Boshqa davlatlarda, g'arb davlatlarida, Amerikada ancha oldin to'lgan bo'lgan. Ularda marketing roli o'sha paytda bo'lgan. Endi bizankilar endi bu narsaga endi o'zi hamma narsa Amerikada bo'ladi birinchi, keyin boshqa yetib kelganda bizada ham mana endi shu narsaga yetib keldikki, marketing biznes boshlashda eng muhim blok, eng anaqa muhim joyi. Marketing biznesda nima ishlab chiqarishingiz kerak, qanaqa ishlab chiqarishingiz kerak, qanaqa narxda ishlab chiqarishingiz kerak, ishlab chiqarishingiz to'g'rimi o'zi, mana shu biznesga kerakmi, biz anaqa shu biznes qilish kerakmi? Bu hammasini marketing shu javob topgandan keyingina qilish kerak. Marketing bozorni ko'rishi, marketing bozorni topib xaridorni topishi, o'sha qayerda bo'sh joy, nisha bor. O'sha nishaga mahsulot ishlab chiqarish kerak deb, o'sha biznesga to'liq strategiyani tepadan o'sha napravleniya bergandan keyingina qolgan bloklarni ishlab chiqarish. Endi birinchi tovuqmi yo tuxummi deydi-yu. Avval tovuq bo'lish kerak, keyin tuxum bo'ladi. Bitta shunaqa, ko'pchilik bizda marketingsiz reklama tushunadi-da. Borgani ham reklama. SMM deb qo'yishadi, SMM deysiz. Aslan aytmoqchizki, o'sha birinchi analitika, strategiya qilib, keyin o'sha bozorga kirish kerak, o'sha mahsulotni ishlab chiqarish kerak. Albatta. Bu biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, xaridoringiz kimligini o'sha analitika qilib, tanib, o'sha mahsulotga siz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotingiz rostdan kerakmi? Yo'q, mana xaridordan kelib chiqqan mahsulot ishlab chiqarasan. Xaridorga nima kerak bo'lsa, demak o'sha mahsulotda. Oldin mahsulot ishlab chiqarib turib, buni olinglar emasdi, sizlarga nima kerak o'zi? Men shuni ishlab chiqarib beraman deb. Potrебность degan. Anu Yandex ham aytishadi, Yandex muzikada. Boshida adashmasam faqat futbolka qilishgan ekanda, Yandex yozuvni. Mana yugurib yuradigan bolalardan so'ragan ekan. Sportsmenlar, masalan, yugurib yuradigan, yaxshi ko'radiganlar, xalq o'zi playlistida qanaqadir muzikalar bor. Bu aytarkanki, qanchadir to'lovga men senga yengich har doim tashlab beramanmi, nimadir, umuman hech narsa yo'q pastda aplikatsiya. Adashmasam shunaqa edi. Keyin bu rozi bo'lishgan, bu yengilab bergan, yoqqan, keyin buni anuga aylantirishganda. Bu ham mana shunaqa, ya'ni spros gipotezani bir aniqlab olish kerak-da. Mana shu qanaqadir ideyasi kelganda, qanaqadir prototip qilib, to'g'rimi? Uni bir ko'radi, rostdan yoqsa, keyin sotsa aniqladi. O'zi marketing gipotezalarni test qilishda, har xil gipotezalarni test qilishdan qo'rqmaslik kerak. Endi katta kompaniyalar bu narsani juda o'ziga bazarat qila oladi, bemalol test qilaveradi. Kichkinaroq bo'lsa, test qilish imkoniyati bo'lmasligi mumkindir. Lekin baribir analitika, lekin baribir masalan bozorga kirmoqchimi, undan ko'proq sarflaydi-da. Undan ko'ra boshi agar bo'lmagan narsa ham bo'lsa ham, o'xshamasa ham deylik, zato undan ko'proq pul sarflab qo'yardi agar shu narsani boshlaganda, to'g'rimi? Misol uchun, aytaylik 5-10 ming o'sha gipoteza amalga ketdi-da. Lekin u bozorga kirib, o'sha narsani boshlaguncha 3-4 oy kamida baribir ko'radi, boshqa undan ko'proq pul sarflaydi-da, menimcha. Undan o'zi pul faqat puldan emas, o'zi mana vaqt va o'sha biznes bilan yurmasligi ham mumkin-da. Shu aytaman. Risk katta baribir. Biznes yurishi uchun baribir oldin mayli, keyinroq yurib ketar, sal kamroq foyda toparman degan anaqalar bo'lgan. Bu ham gipoteza bo'lgan. Buni o'zi ishlamaydigan gipoteza. Yo'q, balkim bo'lishi mumkin, qaysidir
bozorlarda o'zi rynokda yangi bo'lsa, mahsulot, misol uchun hali tayyor emas, lekin misol uchun bozor o'zi shakllantiradigan qanaqa soha bo'lsa, balkim bo'lishi mumkin. Ya'ni yurib ketadigan. Misol uchun mana Maytaksiga o'xshagan boshida yo'q edi bizda. Uni shakllantirib olgandan keyin Yandex kirib keldi, boshida narxlarni juda tushib tashladi. Endi uning uchun budjet ham boshida o'zi strategiya qilinadi-yu, baribir haligi Yandex ham boshqasi ham kirganda, esimda bor, Chorsida ofisim borligida bir rus qizlar bo'lardi. Ikkitasi ham oppoq edi, mana qilib turardi, anaqa dashechkani ko'tarib Yandex deb turardi. Bir haftadan keyin qarasam, tanimadim, negr bo'lib qolgan. Qop-qora edi. Bittasi Natasha, bittasi yana bir nima edi. Odam yo'qmi endi? Keyin taklif qilaverganda keyin endi o'sha paytda Yandex kirib kelishida offline formatdagi endi движение ketdi-da, haligi taksilar ko'rdi, kirdi, mana shuna boramiz, taksilar kirib keladi. Endi qoravoy qizlarimiz ham turadi. Qiziq tuyulganda menda haligi har bitta punktda o'zini masalan anaqasi bor, chaqiradigan odam bor, kirgandan keyin tushuntirib beradi. Boshida tushunmaganmiz, masalan Yandex kirib kelganda qanaqa banuqlar aka telefon qilgan. Aka, men aytda turibman, masalan, iltimos taksini aytib ber. Yo'q deydi, u aniq platformadan chaqirasiz. O'zimizda ham shu holat bo'lgan. Endi hozir уже как odatiy holga aylandi-da. Endi nasib qilamiz, nasib qilsa masalan, xudo xohlasa, mana Marjon ham bitta sistemaga mana aylanyapgan bo'lsa, xudo xohlasa. Voy o'zi gap bilan bo'lib, ikkinchi savol javob bermasa, o'tib ketib qolamiz. Mana o'sani qol. O'shanga chunki ko'pchilik qiziq bo'lsa kerak, ya'ni noldan misol uchun aytdik, qanaqadir bilimi bor, boshqa bor, g'oyasi bor. Lekin qanaqa boshlayman, qayerdan pul topaman yoki kim partnyor topishim kerakmi? Yana qilishim kerakmi deganlarga. Noldan biznes quradiganlar. Noldan biznes quradiganlar uchun masalan nima qilsa bo'ladi? Balkim o'sha Marjon keysida balkim boshqa anuda bir aytib bersin. Umuman общий anaqa вопрос-da. Bu narsani biz o'zimiz ham ko'p o'ylaymiz, gaplashamiz. Ichim mumkin bo'lgan narsa shuki, bozorga kirish narxi bo'ladi har doim ham. Bu narx yildan yilga ko'tarilib boraveradi. Bu yangi produkt, agar bu klassik bir biznesda yoki o'sha raqobat bor bo'lgan bir biznesda bo'ladigan bo'lsa, yangi produkt kirib bozorda o'zini o'rniga ega bo'lishi uchun en qanchadir summa sarflagan bo'lsa, har yil bu summa o'sib boraveradi. Bugun qanchadir narx ertaga undan 2 baravar, bir yildan keyin 2 baravar, 2 yildan keyin 3 baravar narx bo'lishi ham mumkin. Bu yildan yilga faqat qimmatlash bor. To'g'ri, lit narx aytganimizda kichkina bizneslar bilan, kichkina summalar bilan qilinadigan bizneslar ham baribir shu raqobat yo'qroq, qanchalik raqobat yo'q, qanchalik yangi nisha bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa kichkina summa bilan boshlashlik mumkin va bu yerda o'ziga o'sha startap sifatida qo'shimcha investitsiya homiy jalb qilish ham oson bo'ladi. Bundan hech qachon qo'rqmaslik kerak. Bunaqa nish doim bo'ladi. Qanchalik boya aytganimizdek odam soni ko'payib, aholi turmush tarzi yaxshilanib borar ekan, bunaqa nish juda ko'p bo'laveradi. Hozir ham bunday qarasangiz, bu yoqda bitta startap chiqdi, bu yoqda startap chiqdi, bunisi chiqdi, bir pasda misol uchun nechidir million dollarga baholanyapti, katta bo'lib qolaveradi. Bittasi misol uchun bizning o'zi Marjonimiz katta summa sarflamaganmiz. Chunki men o'zim naimda ishlagan odam bo'lganman, katta bir yig'ib qo'ygan katta kapitalim bo'lmagan, o'zimga yarasha pulim bo'lgan. Shular bilan shu Allohga tavakkal qilib, shu qanchadir bir periodgacha bemalol o'zim tortib olaman deb hisob-kitob qilib boshlaganman. Endi o'sha hamma startap o'sha biz ham qiynalib mana endi investitsiya jalb qilyapmiz. Shuni ochiq bo'lib endi jalb qilish traction bor, foyda qilyapmiz, endi ko'rsatib bemalol investitsiya jalb qila olamiz. O'shani ham ozgina yoritib o'tsak, qanaqa topiladi o'zi investorlar misol uchun. Men aytaylik, mana kimdir anaqa biznes g'oyasi bor, ozgina deylik shunaqa yig'ib qo'ygan puli bor, kimga murojaat qilishga, o'zi topadimi? Yo, nima qilish kerak degan bir savolga javob bersangiz. Endi bunga hozir juda ham ko'p o'zi ma'lumotlar oxirgi paytda juda ko'payib qoldi. Ko'payayotgani yaxshi, lekin shu ko'paygani ham baribir yetarli emas menimcha. Hali xuddi bizdagi o'sha mablag' beradiganlar yetarli bo'lmaganda. Afsuski, O'zbekistonda g'oyaga pul tikadigan angel investorlar juda kam. Juda kam. Bu chet ellarda juda bir mashhur bo'lsa, Amerikada bo'lib ham juda bir mashhur narsa, ya'ni har yil qanchadir shu g'oyaga sarflashga qanchadir pul ajratishadi investorlar. Bizda kam. Bizda traction bor, foydaga kirganlarga pulda bizda anaqa yo'q deb o'ylayman. Men общий fond bo'ladi-yu, Amerikalarda, Yevropalarda rivojlangan. Qanchadir odamlar pul ishlagisi kelsa, haligi o'sha fondiga pul tikyapti-da. Ertaga odam
deylik qanaqadir koordinator deymizmi, kimdir deymi. Endi men u mexanizm to'g'risida tushunmayman, lekin kelayotgan g'oyalarni eng optimalisini olib испытание qiladi, keyin o'shanda u garantированно haligi pul tikkan odam pul topyapti-da. Fondga pul berayotgan odam. Deylik, fond shakllandi 100 million dollargacha. Unda eshitgan bo'lsangiz agar shunaqa bor, sayti ham bor, esimda yo'q. Adashmasam, Bitta anaqalarga berib ko'radi. Bizda ochildi, bizda bor. Men 2 yil oldinmi, 3 yil bo'ldimikin, Aloqa banki qoshida Aloqa Venture degan fond ochildi. Davlat tashabbusi bilan, davlat bu narsaga yaxshi e'tibor qaratyapti. O'tgan yili United Ventures degan kompaniya ochildi. 7 ta bank ishtirokida. Bu o'zi Aloqa bank boshida yanglishmasam 10 millionlik fond bilan ochilgan. United Ventures o'zi 40 millionlik fond bilan ochildi. Ya'ni 40 million puli bor. Keyin IT Park Ventures ochildi. IT Park o'zi bor edi. IT Park ham Ventures fondi ochildi. Yanglishmasam bularning ham anaqasi 10-20 million atrofida edi. 10 milliondan kam emas. Bularning ham fondidagi summa. Yana Startup Garage degan Startup Garage'ga bordim, mana edi, Qorasuvda edi, bolalar. Aynan hozir aytganimiz kichkina bizneslarga $1000, $2000, $10000gacha puldan juda o'shalar berishyapti. Ya'ni g'oyaga pul berishayotganda o'shalar ham bo'ladi. Ya'ni davlat tomonidan bu sohaga ancha e'tibor qaratish kuchaydi. Yaxshi tomoni bu, ya'ni biz ham shu United Ventures bilan gaplashdik, CEOs bilan, IT Park Ventures, Aloqa Ventures bilan gaplashamiz. Endi ulardan tashqari chet ellarda yashaydigan shunaqa VC fondlar bor, ventures kapital fondlar bor va shaxsiy investorlar bor, jismoniy shaxslar, investorlar g'oyaga pul tikadigan yoki yurgan bizneslarga pul tikadigan, startaplarga pul tikib, anaqa pitch yaxshi ko'rsatib bersangiz, o'sha og'riq bor, mana bunaqa yechim bor, menimcha tractionimiz bor, bizga kerakli mablag' bu, buni menimcha tikamiz. Xullas, juda bir qisqa lo'nda qilib chiroyli yoritib bera olsa, lozim topsa ular ham pul tikishadi. Unda ham o'zi rivojlanadi. Men bir 2 yil oldin bitta g'oyam bor edi. O'sha Zenit zavodda bir ishlaydigan mablag' nima desam, adash desa ham bo'ladi, Farid ismli kattagon odamda anaqa platalar, shunaqa narsalarni ishlab chiqaradi. Keyin aytdimki, investor kerak, bitta anaqam bor, g'oyam bor, уже на этапе. Yo'q dedi, g'oya yoki boshqa narsa emas, biz tayyor mexanizm bo'lsa kelishing mumkin dedi. Ya'ni sen masalan pul topasan, pul topayotganingda men kirib olaman o'shanda falan. Shunga o'xshagan tuyuldi-da, keyin bor, sen nima keraging bor dedim, to'g'risi. Qanaqa investorsan dedim. O'zi haqiqatan shunaqa ekan. Men biz ham startup institutimizda ham Singapurga o'qiyman. Startup anusi bor edi, yo'nalish bor edi. Bizda juda ko'p bolalar bor edi. Bittami, men adashmasam bitta case bor. Realni o'xshab shu startup bilan hozir shu biznes darajasiga chiqazdi. U bola ham rosa faol bo'lgan, ayniqsa Aloqa Venture'larda ham ko'ngli qolib ketgan, to'g'risi aytaman. Finallarda endi bilmayman, qatnashmaganman, lekin unfair bo'lgan ko'p narsalarda. Mayli biz emas, boshqa proyektlarga tikkanda ham ancha yaxshiroq proyektlar bor edi deydi. Keyin oxiri bu ham taqozo bilan tanish chiqib pul topdi, lekin hozir yaxshi. Aytayotganim realni bizda men O'zbekistonda o'yladim, men qanaqa speech bo'lsin, yaxshi g'oya bo'lsin ham realni agar ko'rsatsangiz, mana shu menimcha o'sha o'xlib pul chiqadi desa, profit bo'lyapti desa, qiziqarganda o'zi. Afsuski shunaqa. Shu profit bor, o'sha o'lim zonasidan o'tib olgandagi keyin amallab erishib olgandan keyin o'sha nima bor, hamma narsada ham shunaqa kult paydo bo'lishi kerak-da. Shunaqa investorlarni shu startaplarga pul tikishlik kult darajasiga chiqmadi bizda. Bu ham qanchadir vaqt bilan keladi. Men atrofimda mana hozir Marjonga biz 2 ta investor jalb qildik. Mana o'sha 2 ta case bo'ldi, 2 ta investor. Kelov ham o'sha investorlarimiz ham klassik biznes vakillari. Ular passiv investormi, aktivmi? Yo'q, men o'sha passiv investor, o'zining boshqa bizneslari bor. O'sha passiv daromad sifatida lekin mohiyat shundaki, qizig'i passiv daromad sifatida ko'rishmayapti bizda. Biz profit foydadamiz, lekin ular aynan o'sha qolgan venturelarga o'xshab exit uchun pul tikishayotgan, ya'ni boshqa to'g'ri fikrlayotgan investorlar. Ya'ni shu kult paydo bo'lyapti sekin. Ya'ni oldin o'sha investorlar men pul tiksam bir yilda menga 20-30% yillik daromad kelib tursa degan anaqasi bo'lsa, qarash bilan baholaydigan bo'lsa, unda ham o'sha nimadir garovga narsasi bormi, buni kim turibdi orqasida va hokazo shunaqa filtrlar bo'lsa, hozir shu startapmi, misol uchun pul tikish
ko'p qolmadi deb o'ylayman. Mana bizga o'xshash anaqalarda ham mana klassik investorlar ham shu IT bizneslarga qiziqib, men qanchadir anaqa pulim bor, menimcha men atsenkada menimcha men bering deb sekin-sekin paydo bo'lyapti. Ya'ni bu narsa ham informatsiya almashuv tezlashgani uchun-da ko'pchilik deganda siz ham qanchadir yetakchi chiqazgandan keyin sotmoqchimisiz yo qanaqa bo'ladi? Любой IT produkt uchun baribir eng yaxshi anaqa exit'di, baribir shu natija final exit. Bizning ham maqsadimiz shu exit. Birinchi raundda qanchadir, ikkinchi raundda, uchinchi raundda qanchadir sotib, endi bu degani umuman biznesdan chiqib ketish niyatim bor degani emas. Exit degani qanchadir aksiya sotasiz-da. O'z biznesda qo'rasiz. Chiqish niyat. Inshaalloh IPOga chiqish niyati bor. Men adashmasam Akvada ana bu, lekin ular Waytoq boshqacha yo'nalishga ketishdi. Karzinkada Murad Bildingsda adashmasam IPO qilishmoqchi edi, ular ham bilmadim hozir boshqa yo'nalishga ketyaptimi. Sal anisi o'zgardi menimcha. Kim bilan bilasiz, ya'ni yoki sizlarda qachonda, chunki unga adashmasam 2-3 yil kerak edi tayyorgarligi IPOga ham. Albatta. O'shanga qachon plan, ya'ni IPO? Endi bu shu yil yaqinda bo'ladi deb o'zimga aniq qilmaganman. IPO to'g'risi IPO ham misol uchun prinsipial oxirgi maqsadim emas o'zi. IPO siz ham shu aksiyalarni shunaqa sotish mumkindir, lekin IPO ga chiqsam faqat xursand bo'laman, chiqsa bo'ladi deb o'ylayman. Endi biz boshda aytdim, O'zbekistondan tashqariga chiqmoqchimiz. O'zbekistondan tashqariga Osiyo davlatlariga, Turkiya, umuman Esing davlatlariga chiqish niyatimiz bor, Afrika davlatlariga. Bu yerda endi IPO ga chiqish ancha osonlashib, tezlashib ketadi. Balkim 2027, 2028, 2029 balkim shunaqa. O'zi 2027gacha biz shunaqa davlatlarga chiqish niyat qilib qo'yganmiz, 2027dan oxirigacha. Qo'sh davlatlarda hozir qaysi anlarda real qadamlar tashlandi, ya'ni kirishga? Qozog'istonda boshqa. Yo'q, hali hech qaysi davlatga chiqmadik. O'zi shu yil bozorni prinsipi o'rganib oldindan qarab ko'rganmiz, bilamiz, lekin hali 100% yani bo'ldi. Qaysidir komandani naim qilib ofis yoki qanaqadir bozor o'rganishga pul tikib hali unaqa qilmadik. To'liq poverxностно bilamiz, bozorda shu kim bilan bor o'yinchi, niyat bor, qilsak bo'ladi, qanaqadir videniya bor, lekin hali bunga yetarli darajada aniq mablag'imiz bo'lmaganicha qilmadik. Mana shu eksportga chiqayotganda deylik, mana shu brendini ko'paytirayotganda partnyor olish qanchalik muhim? Partnyor bo'lish kerakmi baribir mesni yokida aytaylik buni yasi baribir ITda qanaqadir mashdan turib anaqa qilsa bo'ladimi? Bilmayman. Yokida u yoqda o'sha действующий игрок bilan birgalikda chiqish kerakmi? Kollaboratsiya qilish. Har qanaqa bozorda o'sha lokal o'sha yerda joylashgan mutaxassislanish komandani ishga olasiz baribir. O'zingizni bu yoqdan qanaqadir top menejerlaringiz bo'lishi mumkindir, lekin bu bozorda komanda o'sha anaqa aholisi odamlar bo'ladi. Endi bu yerda partnyor sizga endi bilmayman qanaqa ma'noda aytyapsiz, qaysidir bir biznesga sherik qilib olish ma'nosi bo'lsa, menimcha shart emas. Shart emas. Lekin o'zim men biznesga partnyor kerakmi desangiz, biznesga partnyor kerak. U boshqa davlatlarga chiqmasligingizdan qat'iy nazar kerak. Biznesga partnyoringiz qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. ITda ayniqsa shunaqa. Sizda birinchi, ikkinchi, uchinchi raundlar bo'lishi juda muhim. Endi men ham o'zi bu narsaga borgan sari sekin-sekin kirishib ketyapman. Men boshida deylik bosh ochgan paytimizda bunaqa deb o'ylamasdim ham. Hech qancha o'tmadi, 1,5 yil o'tdi. Sekin-sekin fikrim o'zgaryapti. Odam fikri yaxshi tomonga o'zgarsa yaxshi-da. Har doim qotib qolmasa o'zgarish kerak odam, doim o'zgaradi. Shunaqa. Sekin-sekin bilyapmanki, boshida men o'sha investor jalb qilmoqchi bo'ldim-da, qanaqadir yopiq uchrashuvlar bilan, yopiq holda qilishga harakat qildim. Keyin undan o'ylab qarasam, o'sha atrofdan mulohaza qilib o'ylasam, bu ham noto'g'ri ekan. Ochiq bo'lish kerak ekan. Investor siz qo'shimcha olayotganingizni bemalol hammaga ko'rsatishingiz kerak ekan. Bu sizga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Bu siz kompaniyangizga bo'lgan kompaniyangizning prioritetini anaqasini ko'taradi, reputatsiyasini ko'taradi. Birinchi raunddan keyin ikkinchi raund osonroq bo'lishi, ya'ni kimlar pul tikkan? Shu narsa muhim ekan. Ya'ni ko'p siz qancha ko'p odam pul tikkanmiz, shuncha muhim ekan. Kimlar bilan ishlayotganingiz muhim bo'lganda shunaqa. Hozirgi kunda mana ilgaridan o'zi tanish bilishchilik, oshna g'ayinligi bordi. Endi biznesda ham qanchalik muhim deysiz? Deylik, siz hozir olib boryapsiz-ku, kimdir nimadadir yana yordam berib yuborishi mumkin. Biznesda men o'zimni ko'rishimcha, endi shu atrofimizda shu bilganimiz o'zim networking siz umuman iloji yo'q. Networking juda muhim.
har qanaqa biznes bo'ling, baribir shaxslar bilan quriladi. O'sha atrofingizdagi odamlar bilan odamlar ishlaydi. Bu yerda sizni kompaniyangizni prioritetini ham qaysidir shaxslar orqali shakllangan bo'ladi-da. Keyin o'sha muzokara qilganda ham, yangi kompaniyalarni jalb qilganda ham, gaplashganingizda ham, har qaysi biznes maqsadingizni bajarishda siz o'zingiz kimligingiz, u odam bilan qanaqa muomala qilishingiz, u odamning siz haqingizdagi tushunchasi juda muhim. O'shaning uchun baribir xohlagan odamingizga xohlagan vaqtda pulsani falon kompaniyaning vakiliman deb ismingizni aytmasdan chiqishingiz, ishingiz bitish qiyin. Siz kimsiz, o'zingiz qanaqa odamsiz, ozgina do'stlarda munosabatlar bilan. Buradagi mana shu temada hozir men to'g'ri kuzatdim, Instagramda unaqa obunachi ko'p emasda. Balki mana shunaqa ustki guruhlarni o'zida tanish yetarlimi yoki ommaga chiqishganki, to'g'rimi? Sizni menimcha hozir birinchi variant ustunlikmi yokida o'zi shuni to'g'ri deb bilasizmi yo просто hali ishlamadingizmi yani ishni brend bo'yicha? Ishni brend bo'yicha endi bitta ekspert yollab ishlash niyatim bor. Bir ikkita odamlar bilan gaplashib ham ko'rdim. Endi bu narsa to'g'risida hamma har xil fikrda bo'lishi mumkin. Borgan sari lekin ishni brend kerak degan fikr juda mustahkamlanib boryapti. Men ham shu fikrdaman. Ishni brend kerak, ishlaymiz, bu yog'iga qilishimiz kerak degan fikr. Endi men ham bu sohada 1 yildan ishlayapmiz-da. Ya'ni kichkina startap bo'lganiga MVP doirasida boshida qilmaganmiz. Lekin borgan sari talab sezib qilish harakat qilyapmiz. Chunki bu yana nimaga plyus bo'ladi bo'layman? O'zi umumiy brend rivojlansa ham HR marketingga, ya'ni kuchli jamoani olish uchun ham agar mashhur bo'lsa, kompaniyani o'zi yoki shaxsi o'zi shu jamoada qatnashish uchun ham ko'pchilik keladi. Kompaniyaning HR brendi bo'ladi. Shunaqa. Hozir qanaqadir biznes klublarda turasiz, qatnashib yo biznes coachlar qilib turasiz? Milliard degan biznes klub bor. O'zbekistonda eng katta biznes klub. Alisher Kesayev yaxshi ustozimiz, tanishimiz, ko'pchilik taniydi. O'shalarning milliard degan biznes klublari bor. O'shalarda klub rezidentiman. 400 dan oshiq biznesmenlar bor. Hali hammasini tanimayman ham. Ulardan kategoriyalar qilib qo'yishdi, hozir adashmasam. Endi o'zi eskidan bor edi. Milliard qurilish, milliard IT, milliard distributsiya. Ya'ni gold modellachan chiqib ketdi. U ham bor. Milliard gold, milliard silver, milliard platinum menimcha. Adashmasam Jahongir akadan keyin ideya bo'ldi bu. Endi bu ham shu produktda, anaqa segmentatsiya deydi. Narx bo'yicha segmentatsiya. Qaysidan son? Hozir eng pastdagisamiz, milliard silverdamiz. Chunki milliard gold baribir qiziqib so'raganimda ham o'zi 50 ta odam olar ekan, to'la deyishgan. Men kirgunimcha to'lib bo'lgan. Milliard platinum ham bor. U yerda menimcha juda kam odam bor, chunki u yerda profit bo'yicha anaqa bor, limit bor. Kompaniyaning foydasi falon anaqadan o'tganda qo'shiladi, lekin milliard gold bilan milliard silver, milliard platinum hammasi baribir umumiy tadbirlarda hammasi bor. Ya'ni alohida yig'ilinmaydi. Alohida yig'ilishi mumkin, lekin umumiy tadbirlarda ular ham keladi. Bizdan alohida yig'ilishlari mumkin, lekin umumiy tadbirda hammamiz birgamiz. Juda yaxshi atmosfera, juda yaxshi maydon. O'zimizga o'xshash bizneslarda har xil tadbirkorlar networking uchun juda yaxshi maydon. Bunaqa biznes klublar juda ko'p bo'lishi kerak deb hisoblayman. Men o'zim ham sekin boshqalarga deylik Yard bor, Arsen akaniki, keyin Alyans degan biznes klub bor, juda yaxshi biznes klub. Shu Alyansga ariza topshirib qo'ydim. Xudo xolsa unga ham balkim kirib qolsak, ularni foydasi bor, masalan, siz biznesingizga, boshqa bizneslarga ham bir-birini topqanaqadir hamma biznesga bu juda yaxshi networking. Bir-birlan tanishlik, keyin o'sha fikr almashishlik, ilm almashishlikdan shunaqa. Va shu klubda odamlarni baribir o'sha biznes qarashlari ham shakllanadi. Biznesni o'sishiga juda yordam beradi hammaga. Va klub a'zosi bo'lishlik ham endi bu yog'iga reputatsiyaga juda qattiq e'tibor berish kerak degan anaqani ham beradi. Hamma shaxsiy brendiga ham, kompaniyaning reputatsiyasiga ham baribir boshqaroq yondashishadi. Bu hammaga foyda. Bundan jamiyat foydalanadi. Endi shaxsiy opit haqida gapiradigan bo'lsak-da, qanoq qilib masalan biznesga keldingiz yoki umuman har bitta odamni yo'li har xilda, masalan, opiti ham har xil. Sizni muvaffaqiyatga erishishga qanoq qilib kelgansiz, masalan, umr yo'lidan oladigan bo'lsaydi, o'sha 2011-yildan aytgandek boshlasak, 2011-yilda o'zimning qanaqa kichik bir bizneslarim bor edi. Lekin men ichimda baribir bu kichik biznesni masshtablashtirish kerak.
kattaroq biznes qilish kerak degan fikr bo'lgan doim. O'sha paytda ishlab chiqarish qilishmi yoki o'sha bor bizneslarimni o'sha do'konlarni masshtablashtirib set qilishmi, har xil g'oyalar bo'lardi. O'sha paytda yaqin do'stimiz o'sha Zarqand kompaniyasining asoschisidan taklif bo'lib qolgan. Ular bilan ozgina ishlab ko'rganman-da, keyin birgalikda shu kompaniyani bir xalqaro bir darajaga olib chiqamiz, katta kompaniya qilamiz degan bir fikr g'oya bo'lgan. Menda o'zimda doim shunaqa ichki bir ambitsiyam bo'lgan, katta shunaqa bir o'zimni samaralizatsiya deydi, shunaqa o'zim realizatsiya qilish kerak degan. Shu Zarqand bilan osonroq qilsak kerak degan fikr bo'lganda, o'sha bilan kirganmiz. Juda yaxshi maktab bo'lgan menga. Juda salkam unutib ishladim Zarqandda, yaxshi jamoa, o'zim yiqqan jamoa va o'zimiz qilgan natijalar menga juda katta maktab bo'lgan. Biznesda o'zi men biznesmenlar orasida bilim boshqa, baribir tajriba boshqada, tajriba vaqt bilan keladigan narsa faqat. Keyin tajriba qaysi maktabda olinganligi ham bog'liq. Keyin bir joyda bir 50 yil, bir 40 yil ishlab ham bir boshqa joyda bir 4 yil ishlaganchalik tajriba olmasligi. Teoriya boshqa, anaqa boshqada o'sha tajriba. Keyin bizda yana bitta anaqa juda bir yaxshi keys bo'lgan. Biz Rossiyaning bozoriga mahsulot olib chiqib sotib turib, Rossiyaning bozorida konditer fabrika qilsak bo'lar ekan degan fikr bo'lgan va buni realizatsiya qilganmiz. 2016da boshlab 2017da ishga tushirganmiz Moskva oblastida. 2017dan to 2024gacha u yerda ham boshqarganman men. U yerda ham CEO bo'lib ishlaganman. Va o'sha menga maktab juda katta yaxshi maktab bo'lgan, chunki boshqa bozor, boshqa urovень. Ular bilan siz ham o'sasiz, ular orasida kichkina o'yinchi qolib ketolmaysiz. Kattalar bilan ishlamoqchimisiz, katta bo'lishingiz shart. Va o'sha atrofdagi maktab, o'sha jamoa, o'tdagi yiqqan odamlarimiz hammasi yaxshi odamlarni yiqqanmiz. Men u yerda ham maqsadimiz juda katta bo'lgan. Juda katta bir natijalarga erishganimizni o'ylayman o'zimiz o'sha startap sifatida. U yerda ham juda bir yaxshi keys bo'lganligi, u yerda bozorda yo'q bo'lgan bitta yaxshi yangi mahsulot topib chiqamiz. Butunlay to'laqonli startap bo'lgan. Ya'ni hamma qilayotgan bir qaysi yo'nalish emasda, shunaqa konditerga katta o'sha bor yo'nalishi, lekin konditerga biz ishlab chiqargan mahsulot bozorda umuman oldin bo'lmagan mahsulot bo'lgan. Odamlarga xuddi hozir Marjonni aytganimdek, bu nima o'zi degan savolga javob berish to'g'ri kelardi. Buni qanaqa yeyish kerak? Buni kim yeydi? Qanaqa bo'ladi bu degan savol javob bo'lardi. Ani multizlakiy konfet bo'lgan, multizlakiy donlardan qilingan, men tarkibi, ko'rinishi, mazasi boshqa narsa bo'lganda, odamlarga notanish maza, notanish narsa. Uni Kazdef qilgansizlar, to'g'rimi, shu analist? O'zbekistonda ozgina ishlab chiqarilib, borib sotib ko'rganmiz mahsulotni. Shunaqa anaqadan keyin qilsak bo'lar ekan deb, keyin juda katta bir yaxshi tendensiya bor Rossiyada, bizda sal kuchsizroq, ularda kuchli ZOJ degan tendensiya bor. Здоровый образ жизни, sog'lom hayot tarzi. Ularda shu tendensiyaga bizga endi kelyapti. O'sha trend bilan yashashlik ularda bor. O'sha sog'lom hayot tarzini kechirishligini juda ko'pchilik xohlaydi va shunga amal qilishni istaydi. Va bizning konfetimiz o'sha pozitsiyanerida o'sha ZOJga to'g'ri keladi deb pozitsiyaner qilganmiz. Endi bitta narsani o'ylayman, mana bizda umuman yangi masalan boylarni oladigan bo'lsak, bir nimaga erishib boy bo'ldi, srazi uchastka, mashina, уже anaqa boshlanadi shikoyat qilish. Lekin yaqinda demasam ham bo'ladi. Atak 1 yil oldin ko'rdim bitta rasmni, Bill Gates McDonald's ham esimda yo'q endi aynan, balkim KFC'dir. Endi 2 yillik anaqa xotira esdan chiqib ketadi. 100-mi, nechinchidir ochirda turibdi, endi oddiy kimda, sodda anaqada turibdi. O'sha insonlari masalan oladigan bo'lsangiz, sodda insonlar ham bor, bunaqasi ham bor deysiz. Ikkalasi teng bo'ladimi? Teng bo'ladimi? Endi savolga keladigan bo'lsa, haligi palaparch masalan topib qo'ydida sarflashni boshladi. Endi to'g'ri, u lичный hayot-ku, lekin qanaqadir mexanizm bo'lsa, shu narsada to'g'ri masalan taqsimlasa, o'sha narsani ham o'ziga pozolat qila oladimi? O'zi hamma biznesmen bo'lmaydi, hamma biznesmen bo'lishi ham shart emas, chunki biznesmenlik o'zi bir qiyin bir ish. Yani bir talant bo'lish kerak. Shunaqa biznesmenlik bir yashash tarzi, hayot tarzi shunaqa bir oson narsa emas. Xuddi shunaqa biznesmenlarning ichida ham pulni boshqarishlikni eplagan va biznesni
boshqalardan ko'ra yaxshiroq qilgan odam ko'proq o'sadi. Biznesmenlar hammasi ham bir xil biznesmen deyildi, bo'ldi, hammasi bitta uровень degani emasda. Kimdir o'sha milliardga chiqib boradi, kimdir chiqmaydi, kimdirki bir kichkina bir tirikchilik deylik, oyiga 5-10 ming dollar daromad keltiradigan bitta kichkina bir biznesga aylanib qoladi. O'shaning uchun bularni ham ichida o'sha pulni boshqarishlikni bilmaslik ko'pincha katta rol o'ynaydi. Pulni boshqarish bilmasa o'shani kasbiy rezerv va hokazo boshqa anaqalardan muammolardan chiqmay qolib ketaveradi. Siz aytayotgan o'sha misollarda ham savolingizda ham shunaqaki, odam o'sha pulni boshqarishni bilmasa, qo'liga qancha pul tushganda uni tugatish faqat vaqt masalasi. Pulni summasidan kelib chiqib, deylik, kimdir 1 yil tugatadi, kimdir 2 yil tugatadi, o'sha nolga borib qolaveradi, pulni boshqarishni bilmasa. Pulni boshqarishni bilsa, bu narsani bolalarga, nevarlarga qoldirish mumkindir. Bu o'sha odam o'ziga bog'liq narsa, o'sha bilimiga bog'liq. Bu yerda bilim faqat yordam beradi. Biznesda ham xuddi shunaqa. Kim qanchalik bilimi ko'proq bo'lsa, boshqalardan ko'ra yaxshiroq biznes qila olsa, pulni boshqarishda ham, biznesni rivojlantirishda ham, jamoa yig'ishda ham, strategiya tuzishda ham boshqalardan yaxshiroq bilsa, ko'tarilib boraveradi. Lekin o'sha biznesmenlarning o'zi hashamatli hayot tarzida yashash to'g'rimi, noto'g'rimi desangiz, bu savolga menimcha u to'g'ri, bu to'g'ri deb ajratib bo'lmasa kerak, chunki bu hashamatni tanlash hammaning o'zining shaxsiy xohishi. Kimdirga yoqadi, kimdirga yoqmaydi. Kimdir boshqa rangni yaxshi ko'radi, kimdir u rang yoqmaydi. Shunaqa milliarderlarning ichida ham bir necha jetlari, yaxtalari bor va hokazo orollari bor yoki ijarada yashaydiganlari ham bor. Buni u noto'g'ri, bu to'g'ri deb ajratmaslik ma'qul deb. Yana bitta narsa bor, mana oxirgi masalan yillarda umuman olib qaraydigan bo'lsak, bitta maqsad bor odamlarda. Haligi 1 million dollarga ega bo'lsam bo'ldi, anaqa bo'ladi. Hamma joyda qayta qaramay, как достичь до миллиона долларов вот несколько систем, faqat qarasangiz 1 million dollargacha bo'lgan уровеньni gapiradi. U nimaga shunaqa, o'shani tushunmasin-da. Nimaga masalan 100 ming emas, nimaga 200 ming emas, nimaga 10 million emas. Millionni. Faqat o'sha 1 millionni limit qo'yib olganda, ana 1 millionga erishsang, hayoting zo'r bo'lib ketadi degan narsalar ham bor-da. Bitta tushuncha bor, o'zi hech qachon biznes o'z egasidan tepaga o'tib ketmaydi. Ya'ni biznesmen qanchalik layoqati bo'lsa, uni biznesi shunchagacha o'sib boradi, bir pog'ona pastda turadi. Biznesmen o'ssa, biznesi yana tekidan o'sib keladi, shunaqa. Siz aytgan 1 million ham shunaqa bir chegarada, biznesmenning o'zining chegarasiga o'xshash bitta chegara. Lekin bu targetda ishlatilsa, marketing tomonidan kuchli, yaxshi instrument, qaysidir auditoriya uchun motivatsiya beradi-da, anaqa 1 millionga erishing degan. Anaqa. Lekin agar biznesmenning boshida men 1 million topsam bo'ldi, yo'q, men kerak emas desa, bu o'shaning chegarasi shu. Biznes ham o'shandan 1 milliongacha yo'q boradi, yo bormaydi, shunaqaroq qolaveradi. 1 millionga borsa to'xtab qoladi. Shunaqa bo'ladi. Niyat anaqa qilindi-da, erishildi bo'ladi. To'g'ri. Anaqani ham bir fikr qildim. Endi mulohaza, nima desam ekan, endi kichik tadbirkorlar bor, o'rtaligidagi segmentda yuradigan tadbirkorlar borda. Bunda olib qaraydigan bo'lsangiz, bitta konkurensiyani, pulli konkurensiya deymiz. Nima desam ekan, 10 ming dollargacha obrazini oladigan bo'lsak, kichik summadagi konkurensiya ko'p deb o'yladim. Katta summada, endi internetda ham chiqadi bu gap. Shuna ko'rdimda, yoqib qoldi haligi narsa menga. Katta summalarda konkurensiya kam bo'ladi. O'zingiz masalan maqsadingizni katta qo'ysangiz, o'sha narsaga erishasiz. Asosan tadbirkorlar masalan bu instrumentni ishlatar ekan, bu siz ham masalan shu narsani ishlatasizmi yo'q, endi bilmadim. Buni so'ramoqchi edim, savol sifatida. Ya'ni kichik baliginaqada deylik summada konkurensiya ko'p, odamlarni qiladi, muammoli, katta summa nimadir muammoli emasdek ko'rinadi-da. O'zi sal boshqaroq tarzda ham aytiladi bu narsa. Strategiya Golubov okeani degan kitob bor, o'sha shunga o'xshashroq anaqa mavzular yozilgan. Ya'ni qaysidir segmentlarda, qaysidir mahsulotlar, qaysi bizneslarda raqobat juda kuchli. U yerda marja deylik borgan sari pasayib ketaveradi. Deylik oyiga bir 10% marjada ishlashayotgan bo'lsa, 10-15% borgan sari pastga qarab ketaveradi, nolga qarab ketaveradi. Nimadir ulardan ajratib turish, nimadir qilishga doim pul tikishga majbursiz, bu biznes saqlab qolish uchun. Ya'ni bu qizil anaqa deyiladi, zona qizil ekan, ya'ni Golubov okean, u yerda raqobatchilardan xoli bo'lgan hudud.
u yerda siz raqobatchingiz yo'q, u yerda ko'p marja bilan ishlaysiz, 50, 70, 80, 100, balkim 500% marja bilan ishlaysiz, u yerda sizga raqobatchi xalaqit qilmaydi. Doim o'sha yerda bo'lishga harakat qiling degan anaqani bir g'oyani singdiradi muallif o'sha kitobda. Aslida siz aytayotgan anaqada pulga taqaydigan, pul bilan o'lchaydigan bo'lsak, 3 ta segment bor deyishadi. Bu to'g'ri deb o'ylayman. Eng pastda marja katta. Deylik, ko'chada bir kichkina bitta biznesingiz bor. Kichkinagina bir sartaroshxonami yoki bir nimadir kichkina bir nima sotayotgan, qanaqadir bir uyda narsa pishirib, nimadir qilib sotayotgan odamlarda shunaqa marja katta, bir necha 100% marja bo'lishi mumkin. Lekin biznesni hajmi chegaralangan. Ko'p sota olmaysiz o'tda. Bir kunda 1 million so'mlik savdo qilasiz yoki kamroq savdo qilasiz, 500 ming yoki 100 minglik xomashyo sotib olasiz, 200 ming savdo qilasiz. Ya'ni 100% marja kunda aylanyapti, lekin bor yo'q 100 ming pul topib qo'yasiz. Keyin o'rtadagi ikkinchi qatlamda marja past, xuddi hozir aytganimiz o'sha Qizil okean. Ya'ni raqobat juda katta. Va eng katta pullar tikilib biznes qilinadigan joylar bor. O'tda marja yana xuddi pastdagidaqa. O'tda marja juda katta. Mashtadan katta. O'sha aytganingdek, haligi 1 millionga erishish anaqasi plankasida. Endi u milliardli proyektlar, ularda deyarli raqobat yo'q. O'zingiz ochasiz. Gap to'g'ri ekanda. O'zingiz o'sha bozorni ochasiz. Oddiy servisda ham o'zingiz ham misol uchun premiumda ishlaysiz. Unda ham menimcha o'ta ko'proq kamroq bo'ladi pretenziyalar. Men yaqinda ko'rdim, mana bitta platforma ochilibdi. Butun dunyo bo'ylab xohlagan joydan turib, o'sha xohlagancha yaxtalarni sotib olishingiz mumkin, jetlarni sotib olishingiz mumkin. Mana premium segmentga xizmat ko'rsatadigan servis ochildi. Misol uchun marjasi qancha deb o'ylaysiz? Misol uchun oddiy komissiyaliklardan ancha katta bo'ladi, chunki xaridor ko'p joyda xaridor qamrab olyapti-da. Juda ko'p ana xaridorga bittada birdaniga xizmat ko'rsatyapti. Shu narsani bilgandaki mana kimda yo'q xizmat ko'rsatyapti. Shu narsani bilgandaki, o'zim ham bir loyiha qilmoqchi edim. Endi xudo xolisa o'xshab qolsa premium segmentdagi. Endi aytmoqchimanki, hozirda hunari bor insonlar ko'p. Deylik, xudojnik bo'ladimi, deylik, mana shu kartinkalar ham bo'ladimi? Bitta narsani yaratuvchisi, biznesmen bo'ladimi? O'zini qadrini bilgan holatda anaqa pastga urib olmaslik kerak ekanda. Bu narsaga masalan o'zingizni hurmat qilsangiz, biznesingizni hurmat qilsangiz, o'sishini xohlasangiz, endi qanaqadir, endi bu o'zimning bu fikrim, yaxshiroq narxga baholab sotgan yaxshi. Ana Margulan Sisimbayev bor-ku, qozog'istonlik milliarder. U ham noldan hech narsasi yo'q, o'zi ko'tarilgan ekanki, shu qimmatga sotganman deydi. Bitta oddiy narsa, просто как посредничество sifatida bunaqaga sotganman deb. O'sha so'zlari lekin qanaqadir odamga motivatsiya beradi. Sizga ko'proq bunaqa sohada ham endi yaxshiroq bilasiz. Endi ichida yuribsiz. O'shanga so'ramoqchi bo'lgan savolim o'sha edi, haligi 1 milliongacha erishadigan, ki undan katta summa haligi akam borasida ham. Endi har kim o'zini yo'nalishini o'zi tanlaydi. Shuning uchun Furqatdagi bizni bermagan, lekin siz eshitmoqchi bo'lgan savollar bormi? Qiyinroq bo'lsa kerak, bu savolga javob berishim. Hammasi aniq bo'lib ketdi osondan buni. Chunki endi bu baribir ochiq suhbat bo'lgani uchun ssenariysiz bo'ldi. Misol qaysidir boshsiz balki savol berish bo'lgan oxirida berdik boshqa, lekin mana bu suhbatga kelishdan oldin hech qanaqa bir sizlardan ham so'ramadim, nima savollar bo'ladi deb. Nima savollar bo'lsa, men ochiqcha gaplashamiz deb tayyor bo'lib ko'rdim. Любой savolga tayyor edim. Shuning uchun falon savol kutdim deb aytolmayman. Shuning uchun qanaqa savol bo'lishini o'zi kutmagan edim, hech qanaqa. O'zimiz ham kutmagandik, lekin gapirib tashlaverdik. Gapdan aniq qiladi. Endi yana bitta narsa, bizning auditoriyamizga ham nima deydi, manfaatli bo'lish uchun bir boya suhbatdan oldin bir aytdim. Bir tanlab olsak, misol uchun bizlarni kuzatib boradiganlar, qilgan qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozsa, siz o'shanda nima tanladik? Biznes razbormi yoki suhbatmi? O'sha bitta bir qanaqa format bersa, ular kommentariy yozishadi. Nimaga aynan ularni biz tanlashimiz kerakligi haqida kommentariy yozsa, Furqatga o'zlari tanlab oladilar. Bizlarni kuzatayotgan tomoshabinlarimiz ichida
oziq-ovqat sohasi bo'lishi mumkin, umuman boshqa klassik bizneslar bo'lishi mumkin. Umuman biznes menejmentda, biznes boshqarishda, eksportda, sotuvda, marketingda qanaqadir bir maslahatlarimiz kerak bo'ladigan hamyurtlarimiz, tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, shu kommentariyada yozishadigan bo'lsa, bir kishini tanlab olib, oralaridan shular bilan iftor qilib, birga ovqatlanib, biznes razbor qilishimiz mumkin. Shu kunlarda shunaqa ko'rinishda biror joyda o'tirib, bemalol bir soat, 2 soat vaqt ajratib, iftordan sal oldinroq borib, iftor paytida birga shu iftor toshi bir 7-7:30gacha o'tirib, bemalol shunaqa bizneslar to'g'risida fikr almashishimiz mumkin bo'ladi. Menimcha shunaqa qilsak manfaatli bo'ladi. Sababi ko'pincha misol uchun nima deydik, tajribali tadbirkorni unchasiga chiqa olmaydi-da. Bu ham bir foydali bo'lardi bu ham maqsadda. Kommentariyada masalan izohlarda qoldiradigan bo'lsanglar, biz albatta javob beramiz. O'sha yerda aloqaga chiqish kontaktni qoldirib shu bilan aloqaga chiqib o'zlari tanlab oladi. Albatta. Hammaga rahmat. Kuzatib boringlar. Xayr bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Mazmunli murojaatingiz bo'lsa aytgancha aytib qo'ying. Yo'q, hammaga sizlarga ham shu anaqa uchun taklif bildirganingiz uchun rahmat. Bunaqa podkastlar, sifatli podkastlar ko'paysin va bundan xalqimiz o'zi internetda ko'p vaqt o'tkazayotgan avlodimiz, o'z hammamiz ham mana shunaqa sifatliroq anaqalar bilan, podkastlar bilan, sifatliroq bir kontentlar bilan vaqt o'tkazsak, hammaga yaxshi manfaatli bo'ladi. Biz ham mana shu kunlarda, Ramazon kunlarida o'tkazayotgan suhbatimiz kimgadir bir manfaatli bo'lsa, xursand bo'lamiz. Allohdan shunaqa manfaatli bo'lishini, manfaatli qilishini so'rab qolamiz. Shu hurmatli tomoshabinlar, hammaga rahmat. Bundan keyin izohlarda, kommentariyalarda yozib qoldiringlar, qanaqadir fikringlar bo'lsa. Albatta, keyingi sonlarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya va kolokolchik tugmasini bosib qo'ysanglar bo'ldi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.